Assalomu alaykum azizlarim, aziz kuzatuvchilarim, obunachilarim, hammanglar sog' salomatmisizlar? Yana diydor ko'rishib turganimdan xursandman, boringlarga shukr. Bugun qanaqa ochirim qilamiz? Bugun taqdir sizga nimalar tayyorlamoqda? Ko'ramiz. Taqdiringiz sizga nimalar tayyorlamoqda? Variant qilamiz. Bitta hozirgi energiyangizni ko'raylik. Nimagadir yo'q, yo'l yo'q deb o'tiribsiz. Munosabatdami, ishdami, puldami? Nimagadir ishonmayapsiz. Ishonchsizlik turibdi sizda. Nima uchun? Nega xafa bo'lyapsiz? Xafa holatdasiz. Nima xafa qildi azizlarim sizlarni? Qiziqishlaringizga yo'l yo'q deyapsizmi? Nima uchun qiziqyapsiz? Ish borasidami, munosabatdami qiziqyapsiz? Yo'l yo'q deb xafa bo'lib turgan holatdasiz. Shunaqa energiyada tushdinglar. Hozir ko'ramiz taqdir sizlarga nimalar tayyorlayapti. Variant qilamiz, ha? Ikkitadan karta tashlaymiz, ikkita variant qilamiz. Taqdir sizga nimalar tayyorlamoqda? To'rttadan qilaylik. Bizdan nima ketdi? Taqdirimiz bizga nimalarni tayyorlamoqda? Qarang. Bu общий ochirim azizlarim. Yakka ochirim olish uchun albatta murojaat qiling. U o'zingiz uchun albatta to'g'ri chiqadi. Bu yerda ko'pchilik energiyasi tushadi. Taqdir sizga nimadir haqiqatda ochmoqchi. Siz bilmoqchi bo'lgan haqiqatda ochmoqchi taqdir sizga. Yoki ochdi, yoki endi ochmoqchi. Yo'q, endi ochiladi sizga. Sizni qiynayotgan, sizni o'ylantirayotgan narsa ochiladi. Yangidan boshlash tushyapti azizlarim sizga. Oilada nimanidir, balki ishda, balki munosabatda oilani yangidan boshlash tushyapti azizlarim. Yangidan hayot, ya'ni o'sha transformatsiya bo'lgan bo'lsa hayotingizda, yangidan boshlanish, to'xtash bo'lgan bo'lsa, sizga nimadir haqiqat ochilishi kutilmoqda shu kunlarda taqdiringizda. Ikkinchi variantni ko'ramiz. Ikkinchi variant sizga nima tayyorlamoqda? Sizga sevgida nohaqlik, adolatsizlik bo'lgan bo'lsa, azizlarim, adolat qaror topishi kutilmoqda taqdiringizda. Ya'ni adolat qaror topadi. Sizga nohaqlik qilgan insoningiz, munosabatdagi insoningiz adolat qaror topishi va uni siz bilishingiz, taqdir charxpalak aylanib, o'sha insonning hayotida bu narsa takrorlanishi, umidsizlikka tushishi u insonni kutmoqda. Ya'ni siz bu narsani ko'rasiz va kuzatasiz, azizlarim. Taqdiringizda borligi bu insonni va taqdir bu insonga qaytar dunyoligini ko'rsatib qo'yadi. Ajoyib kartalar. To'liqroq ma'lumot olish uchun murojaat qiling azizlarim. Taqdir sizga nima tayyorlamoqda? Ya'ni o'sha insoningiz qanaqa adolat topadi? Sizga nima haqiqat ochiladi azizlarim? Buni birgalikda ko'ramiz. Albatta yakka ochirim oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.